santimetr qo'shib qaytayotganini chizamiz. Oldini eni uncha katta bo'lib ketmasligi uchun 7 santimetr qilsak bo'ladi. Yopiqroq bo'ladi. Ha. Ochiqligi 16 santimetr. Shuni degani to'g'ri qilamiz. Yelkasi 10 bo'lsa 12 santimetr qilamiz. 1,5 pastga tushish bilan 13 santimetr vitichka uchun chizamiz degan edik-ku, bilasizlarmi? Inonga. Inondan pastga qarab. Ha, yelkadan pastga tushishi 13 santimetr degan edik-ku. Ana shuni chizamizda vitichkaga qilib, keyin buni birlashtiramiz mana bilan. Endi buni kesib olamiz. Endi mana 10 santimetr qoldirib, keyin buni qo'yardim. Bunday. Hozir bunga chim kerak emas degani uchun bir boshdan boshlab qo'yapman. Endi men bu yerdan bunga 19 santimetr qo'ltiq uchun tushamiz. Ko'krak aylanasi 90. 22,5. 3 qo'shsak 25,5. Endi bu yog'ini esa 15 santimetr tekis qilib tushamizda, keyin kengayamiz bo'ldi. Endi qaranglar, men chimligini qanday bo'lishini ko'rsatay. Mana bu 10 santimetr qoldirib, keyin buni qo'yamizda. Pichamiz keyin mana bu chimga tushadi. Chimga tushadi, ha. Mana bu narsa ham bu yerga kengayadi. Qo'ltiqqa 10 santimetr qo'shiladi. Shunda chimlik. Ko'krak aylanani qo'yamiz. Belgacha uzunlik 40. 12. Vitichka. Tepaga 16, pastga 14. Tepaga 14, pastga 14. Qiruvchi qildim. Yog'i 45 edi-ku. Rezinka uchun bunga tegmaysizlar. Mana bu yerdan 15 tushib, birlashtirib o'tirani topgan. Yo'q, hech qo'llab qo'yaman. Yengni tagi 18, chimga tortganimiz uchun shunday qoladi. Tepadan pastga 15 tushamiz. 15 tushamiz. Keyin tepasi bilan birlashtiramiz. 28 bo'lyapti. 28 ni o'rtasidan bo'lib, tepaga 1,5 santimetr chiqamiz, pastga 1,5 santimetr tushamiz. Shu bilan yeng hosil bo'ladi. Bo'y 64 edi-yu, 65 ekan.